muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi hamda O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi e'lon qilindi. Mana shu murojaatnomada biz Zarbdor tumanidan ishtirok etdik va ushbu murojaatning eng asosiy tendensiyalari ikki bosqichda ko'rib chiqildi. Bu birinchisi 2025-yil yakunlari sarhisobi qilindi va 2026-yilda amalga oshirilishi kerak bo'lgan 6 ta ustuvor yo'nalishlarga alohida to'xtalib o'tildi. Va eng muhimi mana bugun tarixiy bir qaror qabul qilindi desak ham bo'ladi. Bu barcha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va jamoatchilik tomonidan yaxshi kayfiyat bilan kutib olindiki, ya'ni mahallalarni rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish bo'yicha muhtaram prezidentimiz 2026-yilga mana shu nomni berish taklifini ilgari surdiki, bu hali O'zbekiston tarixida mahallaga alohida nom berilishi yoki davlat siyosat darajasiga chiqarilishi yuzasidan bu tarixiy qaror desak ham bo'ladi, tarixiy to'xtalish desak ham bo'ladi. Nimaga? Aynan prezidentimiz o'z murojaatnomasida mana shu masalani ichiga kirib to'xtaldiki, bu birinchi masala. Mahalla o'sha mahalladagi infrastrukturalar, urbanizatsiya, har bitta aholining yashash tarzi, joylashtirilishi, bundan tashqari yana alohida to'xtaldi, har bitta xonadon, har bitta oila, har bitta shaxs va har bitta oilaning kayfiyati. Bu kayfiyat nima bilan bog'lanadi? Bu kayfiyat avvalambor o'sha kambag'allikda turgan, reyestrda turgan, biz yillar davomida bu bo'yicha hukumatimiz, davlatimiz o'zining ustuvor siyosatlarini olib keldi. Bularni kambag'allikdan chiqarish va ular orqali ularning bugungi kayfiyati alohida ta'kidlanib o'tdi va 2026-yilda butunlay bunga chek qo'yish masalasi ko'tarildi. Bundan tashqari ustuvor yo'nalishlardan yana bittasi alohida to'xtalib o'tdiki, bugun biz O'zbekiston nafaqat o'sha o'z konstitutsiyasida mustahkamlab qo'ygan ijtimoiy davlat tushunchasi, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish, bundan tashqari davlat xizmatlarini ko'rsatishni o'sha raqamli texnologiyalarga o'tilishi, bunda raqamli texnologiya to'liq xizmatlar ko'rsatish, inson omilining kamayishi, korrupsiyani demak qisqartirilishi yoki bo'lmasam kuchli davlat boshqaruv masalasiga to'xtaldiki, bu yerda ijro hokimiyati bilan demak o'sha xalq vakillarini hokimiyatini alohida ajratish, o'zaro tiyib turish siyosatini olib borilishi, ijroning amalga oshirishning yangi sifat darajasiga ko'tarilishi masalasi alohida to'xtaldi. Bundan tashqari yana bitta narsani men alohida aytib o'tmoqchiman. Albatta bugungi globallashuv jarayonida yoki dunyodagi o'sha iqtisodiy urushlar yoki bo'lmasam tahdidlarni hisobga olgan holda prezidentimiz alohida ichki o'zimizning muammomiz yoki imkoniyatlarimizdan kelib chiqadigan alohida takliflarni ilgari surdi. Bular kimlar? Bular qanday takliflar? Birinchidan, ichki o'sha iqtisodiyotni rivojlantirish, ya'ni mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish. Har bitta mahalla darajasida, oila darajasida aholining turmush darajasini, bandligini ta'minlash, o'zini o'sha tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va shu orqali demak ichki imkoniyatdan kelib chiqqan holda 2026-yil, 2025-yilga nisbatan o'sha iqtisodiy ko'rsatkichlarni 2 barobar ko'tarish masalasi alohida har bittasiga to'xtalib o'tdi va bundan tashqari yana bitta narsani alohida ko'tarib o'tdiki, muhtaram prezidentimiz mahalliy byudjet masalasi. Ya'ni o'sha qo'shimcha qiymat solig'idan tushiladigan mablag'lar yoki bo'lmasam boshqa o'sha tuman hokimliklari darajasida topilgan boshqa mablag'lar tuman hokimligining hisob raqamida yoki mahalliy byudjetning o'zida qoldirilishi va ushbu qolgan mablag' hisobida 2026-yil nom berildi mana mahallalar yil deb. Mana shu mahalla infrastrukturasini rivojlantirish hamda o'sha unga qo'shimcha mablag'ni jalb qilish va shu orqali 2026-yil amalga oshirishimiz kerak bo'lgan dasturlarni amalga oshirish nazorat etuvchi o'zining yechimlarini ham prezidentimiz alohida ko'rsatib o'tildi. Va yana alohida aytib o'tishimiz kerak, muhtaram prezidentimiz nafaqat oila, davlat boshqaruv yoki bo'lmasam korrupsiyaga qarshi kurash har bitta tashkilotda bundan keyin davlatning byudjeti bu xalqning puli, xalqning byudjeti. Uning 2026-yil nazoratining amalga oshirilishi, shaffof nazoratning amalga oshirilishi, inson omilining kamaytirilishi, bu shaffof nazoratning amalga oshirilishida har bitta nafaqat elektron, balkim o'sha hisob palatasining to'g'ridan-to'g'ri auditing o'rnatilishi va joylarga to'g'ridan-to'g'ri taqsimlanishi va ijroning sifatli hayotga tatbiq etilishini nazorat qilish tizimini ham alohida ta'kidlab o'tdi.